Ramazan yazmaları 5. bab Roza tutuş, özünü tutqanlıq 2. bölüm Roza tutuş, özünü tizginləştir. Qayg'imiz özümüz üçün. Özünü bilmegen nemini biladi deysiz? Özü bilen əp ötəlmegen kişi başqalar bilen qandaqmı əp ötsün? Özünü yoqtup qoygan kişi nemege erişidi? Türkçedeki oruç, yani roza tutuş, neme degen yaxşı təbir. Daim yaqtırman bu təbirni. Təbir deb atışım sebepsiz emas. Çünki rozaga münasibetlik tefekkür ve zihin hareketimizde birer kichik ubur, birer körük rolunu oynaydı bu ifade. Rozaның Arapça atılışı savm. Bu sözün odılığa lügatlerde imsak sözü yerleştirilgen. Onundan başka tutuş, tizginlaş degan ma'nilarni bildirdi. Mundaqcha aytganda, tövendeki sualga bir qitimda javob berish qiyin. Roza bizni tutamdi yoki biz rozani tutamdiq? Biz rozani tutqanligimizni da'vo qilamiz. Bu ma'lum jihatdan to'g'ri. Ammo bu haqiqatning nihoyatda az bir qismini ifodalaydi. Aslida to'g'ri bo'lgan qarash, biz roza bizni tutsin deb tutamiz. Tilimizda tutish bilan munosabatlik nima degan ko'p va keng doirada ifodalar bor. Tutdim bu odamni. Uni ko'zim tutmadi. Ko'zimga sig'madi. Bu ish tutmadi. Ya'ni qamlashmadi. Demagan bo'lsam bo'labdi ekan. Tilimni tutolmadim. Ya'ni yig'olmadim. O'zimni tutolmay qoldim. Ya'ni bir sarangliq qildim. Ko'rganingizdek hammasida tutish ijobiy tus ma'nosiga ega. Qabul qilish, ega bo'lish, so'yish, ulfat paydo qilish, ega bo'lish, boshqarish, tizginlash, o'zini bilish degan ma'nolarni bildirdi. Bo'libmi eng oxirgi ma'nosi o'zini tutib olish haqiqatan qiyin bir ish. İnsonga kelgan musibat o'zini tutolmay qolganligidan keladi. Gunohlarning hammasi o'zini tizgilay olmaganlikning mahsuli. Eng qabiy jinoyatlar o'zini tutolmay qolganda yuz berdi. İnson tilini yig'olmagan vaqtda ranjitidi va ranjib qoladi. Qo'lini tizgilay olmagan vaqtda urib chaqidi. O'zini tutolmagan vaqtda o'zini yo'qotib qo'ydi. O'ziga uvol qiladi, o'zini yo'qotib qo'ydi. O'zini tutolmagan o'yinchiqqa aylanib qoladi. Tizginligicha emas, uningga mahkum bo'lib qoladi. Ega bo'la olmaydi, qul bo'ladi. Ta'sir ko'rsatguchi emas, ta'sirga uchirg'uchi bo'ladi. Hayot uliqining ustida emas, aksicha hayot uliqi uning ustiga minib olgan bo'ladi. Havoyi nafsini tizginlashning o'rniga uningga asir bo'ladi. Аңлы holda muomala qilmaydi. Chunki zihnini yoshirun ong, ya'ni mengiga o'rnab ketgan xato tushuncha tizginlab olgan bo'ladi. Halbuki zihn yoshirun ongni tizginlash kerak edi. Aksicha bo'lganda ot bilan chavandozlarning o'rni almashib qolgan. Chavandoz otning ustida emas, chavandoz otni yutib olgandek bo'lib qoladi. O'zini tutib olish inson qila oladigan qiyin ish. Roza bizni mana bu qiyin ishga taklif qiladi. O'zini tutdiq deb o'ylagan roza aslida bizga o'zimizni tutishni o'rgatadi.
yemek içmek tuyg'imizni, shahvatimizni tizginlashni o'rgatadi. Bu tuyg'ularni tizginlayolmagan kishilarning qanday qilib yo'ldan chiqib ketganligini, harom, halol demay, yiqqan sir yig'adigan bo'lib ketganligini, serib supurib mangdiganligini ko'ryapmiz. Yeb ichish tuyg'usini tizginlayolmagan kishining och qilishdan qo'rqadiganligini bilamiz. Och qolgan kishini to'yg'izish oson, lekin och qilish andisiga giribdor bo'lib qolganlarga butun dunyoni yegisingizmi to'yg'izolmaysiz. Bunimi bilamiz. Ro'za tutish nafsini tizginlash bo'lib, ularni tizginlab turishdir. Yoshirin ong zehnni tizginlamasligi uchun yoshirin ongni doim tizginlab turish kerak. Bundaq bo'lganda zehnni ozdirg'ichi nafsning quli bo'lib qolishdan saqlab qolg'ili bo'ladi. Ichki his tuyg'ular tizginlansa, ularning ongni asir qilishning oldi ilinsa, buning ham ong, ham irodaning kuchlanishiga yordam bo'ladi. Ong kuchlansa, shaxsiyat, xarakter kuchlanadi. Bu mas'uliyat tuyg'usini barpo qilishning va uni kuchaytirishning yo'li. Mana bu sababdan ro'zani farz qilgan oyatda mundaq bayon qiladi. Bu orqali mas'uliyat tuyg'usiga ega bo'lishinglar uchun. Oyatning bu qismi ro'zaning maqsadini tushuntirib berdi. İnsanның ong, iroda va shaxsiyat saviyasi u ega bo'lgan mas'uliyat tuyg'usi bilan o'lchindi. Bu tuyg'u asosida ado qilingan har yaxshilik fazilatlik ish deb sifatlanadi. Mana bu fazilatning o'zi. Mana bu sababdan ro'za tutish o'zini tutganlik bo'ladi. Kishi ro'zani qanchalik tutsa, ro'zimi kishini shuningga loyiq tutadi. Kimki ro'zining beshini tik tutsa, ro'zimi uning beshini tik tutadi va bandiga qul bo'lishdan saqlaydigan qalqon, bandiga qul bo'lishdan saqlaydigan bir aqlga aylanadi. Ro'ziga haddidan ziyoda ma'no berdi deb o'ylab qolganlar. Ular ro'zining mislsiz bir butun gavdining tangdishi yo'q bir parchasi ekanligini eslash kerak. Bir parcha o'z rolini o'zi oid bo'lgan eng bir butun gavdi ichida joriy qildirdi. Islom bir butun hayot shakli bo'lib, ro'za, namoz, zakot va boshqa ibodatlar bu bir butun gavdining biror parchasi. Xuddi insonning hujayralariga o'xshaydi. Dinni tashkil qilgan omillarmi o'z ichida parallel va yanto munosabatga ega bo'ladi. Ro'zaga mana bu sababdan oid bo'lgan bir butun gavdi ichidan qarash kerak. Ro'za o'zining haqiqiy qimmatiga faqat bu shaklda ega bo'la oladi. O'zingizni yaxshi asrang, lekin oldi bilan o'zingizni tutib oling. O'zini tutolmagan o'ziga yaxshi qaray olmaydi. O'zini tutolmagan ro'zini tutolmaydi.